Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan kun munosabati bilan butun mamlakatimizda bo'lgani kabi Andijonda ham ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Darhaqiqat ulug' ajdodimiz odil hukmdor, mardlik, jasorat timsoli, so'zi o'tkir, amallari ibratli, qudratli saltanat asoschisining hayot yo'lini o'qib o'rganish bugungi yosh avlod tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Amir Temur tavalludining 690 yilligini munosib nishonlash doirasida yurtimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar qatorida viloyat musiqali teatr jamoasining tashabbusi alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu tashabbus orqali nafaqat sahna asari namoyish etish, balki tomoshabinlarni buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temurning hayoti va faoliyati bilan yaqindan tanishtirish maqsad qilingan. Xususan, spektakl boshlanishidan oldin taqdim etilayotgan maxsus sahna ko'rinishlari Temurning bosib o'tgan shonli hayot yo'lini badiiy va ta'sirchan shaklda yoritib beradi. Ularda sarkardaning davlat barpo etish yo'lidagi qat'iyati, harbiy yurishlardagi strategik mahorati, shuningdek, ilm-fan va madaniyatga bo'lgan yuksak e'tibori yorqin obrazlar orqali namoyon etilmoqda. Bu esa tomoshabinlarda tarixiy shaxsga nisbatan qiziqishni yanada oshirish, uning merosini chuqur anglashga xizmat qiladi. Endi bu zot o'zining faoliyati mobaynida shunaqa ulkan bir imperiya barpo etdilarki, bu imperiyada u hududidan bu hududigacha boriladigan bo'lsa, adolat barqaror bo'ladigan bir hech kimga bir adolatsizlik qilinmaydigan buyuk bir saltanatni barpo etgan zot edi bu zot. Mana shu insonni tavalludi munosabati bilan ayni paytda Samarqandda 11-13 aprel kunlarida butun respublikamizdagi hamma qo'g'irchoq teatrlaridan tortib muzikali teatrlarga qadar, dramatik teatrlardagi hamma yaratilgan Hazrat Amir Temur bobomizga bag'ishlab yaratilgan spektakllarning ko'rik tanlovi o'sha festivali bo'lib o'tmoqda. Hozirgi paytda shunga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Bizning Andijon viloyati musiqali drama teatrida ham har bitta spektaklimizdan oldin tomoshabinlar bilan qisqagina ijodiy uchrashuv o'tkazib, bobomiz haqida qisqagina ma'lumotlar berib, u haqidagi ozginagina lavhani ekranda namoyish etib bormoqdamiz. Bizni maqsadimiz kelajak avlodlarimiz mana shunday ulug' va buyuk bobo kalonimiz bilan faxrlanishlari va kelajakda bizning o'zimizni kim ekanligimizni anglagan holda, demak biz buyuk mamlakat barpo etgan insonlarning avlodi ekanligimizni anglagan holda bu davlatimizni kelajagini buyuk davlatga aylantiruvchi shaxslarga aylantirishdan iborat. Ayni paytda teatr jamoasi tomonidan berilayotgan qisqacha ma'lumotlar va izohlar, sahnada namoyish etilayotgan lavhalarning mazmun mohiyatini yanada boyitib, tomoshabinlarga tarixiy voqealarni to'g'ri talqin etish imkonini yaratadi. Bu yondashuv madaniy tadbirlarning nafaqat ko'ngilochar, balki ta'limiy ahamiyatini ham kuchaytirmoqda. Buyuk bobokalonimiz Amir Temurni 690 yilligi munosabati bilan respublikamiz miqyosida keng targ'ibot ishlari bo'lib o'tmoqda. Biz ham shu targ'ibotga labaydigan holatda Andijon viloyati musiqali drama teatrida Temur hayotiga bag'ishlangan qisqa sahna ko'rinishlarini xalqimizga spektakldan avval namoyish etib kelmoqdamiz. Men ham buyuk bobokalonimiz Amir Temurni siymolarini gavdalantirganimdan bag'oyatda mamnunman. To'g'risi ichimga sig'may turibman. Bu holat biz uchun juda ham bir katta sharaf, katta baxt, ancha-muncha aktyorni, biznaqa aktyorlarni orzusi desam yanglishmagan bo'laman. Umuman olganda bunday ijodiy va ma'rifiy yondashuvlar Amir Temur shaxsiyati va uning boy tarixiy merosini keng jamoatchilikka yetkazishda, ayniqsa yosh avlod qalbida milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.